Assalomu alaykum, Amerikada o'zbeklar kanali muxlislari. Mana men Dilmurodjon. Biz beshovlon kelganimizga deyarli 1 oy bo'lib qoldi, ya'ni 20 kun bo'ldi. Xudo xolasa shu paytgacha nimalarni boshimizdan o'tkazdik. Ashularning hammasini birin-ketinlik bilan sizlarga o'zimiz taassurotlarimiz bilan bo'lishmoqchimiz. Bo'lmasa qani boshladik. Bo'lmasam birinchi mana eng kattasidan boshlaymiz. Ismi Mansurbek. O'z haqingizni ozgina qaydansiz? Men aslida Xorazmdanman, Xiva shahridan. Baland turib gapiramiz. Men Xorazm viloyati Xiva shahridanman. Ismim Mansurbek. Kelganimizga mana 20 kundan oshib qoldi. Nima desam bo'ladi? O'sha adaptatsiyalar yaxshi o'tyapti. Hozir xudo xolasa diplomlarni olib oldik, mana hozir imtihonlardan o'tib, endi CDLga harakat qilyapmiz hozir. Xudo xolasa test sinovlaridan o'tib olsak, keyin o'qishga borib, shu CDLlarni olib, trakka chiqish niyatimiz. Yo'q, Mansurbek, siz case nomeringiz necha edi u yoqda? Case nomerim 4728 edi. Qachon kirdingiz suhbatga? Suhbatga fevral 24-da. Fashi hamma fevral-mart kirgan-a? Fevral-martga kirgansiz. Yaxshi, endi bu yoqqa mana Sirojdan. Men ismim Sirojdan, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidanman, 94-yilman. Men keys raqamim 5667 edi. 2025-yil 24-kuni suhbatga kirdim Amerika elchixonasiga Toshkentda. U yerdan muvaffaqiyatli o'tdik, vizalarni oldik, Xudoga shukr. Keyin 15-aprelga 2025-yil 15-aprelga bilet oldik. Bilet olib keldik shu yerga. Oldindan hamma yo'q gaplashib qo'yildik. O'zbekistonda turib yordam berishdi. Shu Amerikada o'zbeklar kanali fidoyilari Abdug'ofur aka, Toshkentdagi firma Tohir akalarga rahmat hammasiga. O'sha yerda turib biz hamma kvartiralarga gaplashdik, taksilarda gaplashdik. Shu Nyu-Yorkdan to kvartiraga olib kelib qo'yish qiyinchilik bo'lmadi. Kezi kelganda aytib ketay, kimda kim 2026 green card yutganlar bo'lsa, meni maslahat beraman shu firma bilan ishlashga, chunki o'zini ishini mutaxassislari ishlaydi, hujjat ishlarida, tarjima ishlarida ishlari sifatli, biz ishlarni ham yaxshi qilib o'tkazib berdi, suhbatlarga tayyorlashdi, elchixonaga kirishdan oldin. Hammaga tavsiya qilaman. Keyin yaqinda prava oldik, deal kichkina prava oldik. Undan keyin trakka harakat qilyapmiz. Yaqinda permitni o'tib keldim. Testlardan o'tdim. Trakni permit testlaridan oson bo'lmadi. Endi maktabiga yozildim. Maktabiga registratsiya qildik. O'qishni boshladik. Birinchi kun bordim mana. Taassurotlar yaxshi. Xudo xolasa yaqin orada CDL pravani ham olish harakatidamiz. Xudo xolasa tez orada xudo xolasa sizlar bilan trakda ko'rishamiz. Inshaalloh. Omadingizni bersin. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Men ismim Ro'zgeli. Surxondaryo viloyati Angor tumanidanman. 2003-yilman. Keys raqamim 5,5 ming bo'lgan. Suhbatga 24-martda kirganman. 24-martda kirib, vizalar olib chiqdik. Keyin bu yerga qaytish ancha ikkilandim, sababi o'qishim bor edi. Narada 4-kurs edim. 3 oy o'qishim qolgandi. Keyin ilojsiz o'qishni talaba safidan chiqib, bu yerga qaytib bordik. Sababi men 5 kishi 4 kishi ketganini ko'zdan 5-hisob ketdingiz. O'qishni ham tashlab yuborsiz. Bo'lmasa hali yozda kelish kerak edi bu bola. O'qishni ham tashlab qaytdik. Xudoga shukr, kelib pravalar oldik, mashina oldik, ishni boshladik. Hozir dastavkada ishlayapmiz. Yaqinda trakda CDL permit testdan o'tdik. Xudo xolasa endi o'qishni boshlab trakka chiqish xudo xolasa maqsad. Kabi. Omadingizni bersin. Dilmurodjon. Siz endi o'z haqingizda. Xo'p, men Andijon viloyati, Andijon shahridan, Jalavidanman, Dilmurodjon ismim. Ancha 2 yil oralig'ida Amerikadagi o'zbeklar shu kanalda egasi Abdug'ofur aka bilan, ustozimiz bilan birgalikda faoliyat olib boramiz, ishlaymiz. Mana ko'plab insonlarga yordamimiz tegdi, aytaylik, imkon qadar xudo xolasa bundan keyingi ishlarda ham birgalikda amalga oshirishga harakat qilamiz. Mana yaqindagina
o'sha hamma qatori o'zimdan del prava oldim, tayyorgarliklar bo'ldi. Endi hozirda traktor sidel shu permitida harakat ketyapti olishga. Undan tashqari shu mashina ko'rish jarayoni boshqa etaplari qadamma-qadam holatda bosqichma-bosqich o'tilyapti. Siz nechinchi yilsiz? To'g'risini aytsam sizga, men 2002-yilman. Juda ko'pchilik meni yosh katta, boshqa deb o'ylashar ekan. Yo'q, 98, 95 unaqa emas, 2002-yilmiz, yoshmiz. Bo'ydoq deb. Gap dedi, Murodjon omadingizni bersin. Rahmat katta. Endi Asrorbek. Assalomu alaykum. Case raqamim 6414 bo'lgan. Dilmurod akam bilan tanishib qolganmiz Andijonda, shunaqa bo'lib so'rab qiziqib billa keldik. Va yaxshi hammasi xudosi o'rganib oldik, pravalarni oldik. Inshaalloh tez orada mashina olmoqchimiz, istayapmiz. Siz shular ichida eng yoshsizmi hozir? Eng yoshi menman. Necha yoshdasiz hozir? 20 ga kirdim hozir. 20 ga kirdingiz. Siz hali permitga harakat qilmaysiz, chunki sizni yoshingiz yetmaydi. Menga 1 yil bor. Hozir oddiy mashinada ishlab turamiz inshaalloh. Ozgina bor. Yaxshi. Siz даже inglizcha, ruscha ham bilasiz ekan. Ha, kecha o'ta zo'r emas, har qalay bor. Yaxshi, omadingiz bersin Asrorbek. Qani endi Izzatullo mana kecha kelgan Izzatullo. Assalomu alaykum. Izzatullo, endi siz haqingizda endi siz hamma taniydigan bir bor. Hamma taniydi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan. 2004-yilman men, kelganimga 4 oydan o'tdi. Hozir dastavka qilyapmiz. Siz haligi bitta Prius'ni oluvdik-ku, keyin video qilganimizda keyin u yoqmadi sizga. U yoqmadi. Sotib yubordi. Uni sotib olib, qora Prius oldi endi. Ko'pchilik kommentariyalar yozdi, shu negativ bo'ldi. Negativlar asosiy sabab bo'ldi. Shu ko'pchilik negativ yozganiga u mashinani egasiga qaytarib berdik. Egasiga qaytarib berib, keyin o'zi hali katta bolalardan qora Priusdan mindi. Endi bu yerda katta bola qora Prius minadi. Yana shu o'rinda men kes raqamim 5345 ma'lumot o'rnida mana Asrorbek bilan bir kunda kirganmiz. Kes raqamimizda birozgina farq qiladi, lekin bir kunda vizalarimizni tasdiqlab chiqdik va mana hammamiz 5 o'g'lon 15-aprelga bir kunga bilet olib, bir kunga uchib kelib, o'sha kvartiralarda ham hozirda birgalikda o'sha yashab faoliyatimizni davom ettirib kelyapmiz. Gap yo'q. Endi qaranglar, bitta nima. Hozir mana men ko'pchilik bilan endi gaplashib turamiz. Kelganinglarga, Sirojdini birinchi prava oldingiz. 9 kunda oldingizmi pravani? Birinchi ro'ziga oldi, 8-kunda oldi, men ertasiga oldim, 9-kunda oldim. 9-kuni. Permitni bir kunda oldik. Bu yoqdagi imtihoni bir kun oldin qo'yildi. Ertasiga menga qo'ydi. Birin-ketin oldik, 8-kun, 9-kun qilib oldik. Shuning uchun o'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar, mana 9 kunda, 10 kunda, uzog'i 2 haftada bolalar prava oldi. Bu bolalar hammasi bu faqat Filadelfiyada, boshqa shtatlarda bunaqa tez ola olmaysizlar. Keyin yana savollari, nechtadan savol, nechtadan topdinglar? Men o'zi 20 tamikin, 18 ta. 18 ta, o'zi jami 18 ta savol bo'ladi. Kamida 15 ta topishingiz kerak. Biz endi shu yerga kelib harakat qildik, tayyorlandik, Xudoga shukr. Bitta xato qilmay topdik lekin. 227 savoldan 18 ta tushadi, shundan 15 ta topish kerak bo'ladi. Jami 227 ta savol umumiysi. 227 taga tayyorgarlik qildinglar. Shundan 18 ta tushdi, shundan 15 tasini topsanglar bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, boshqa shtatlarda masalan 20 ta, 30 ta, 40 talik shtatlar bor-da. Endi men eshitgan bolalarga ham ko'pchilikka agar Filadelfiyaga kelsanglar, takmil ishlar tez bo'ladi. O'zimizdan kutmoqdik, to'g'risi Amerikaga kelgan bir haftadan keyin so'shilimiz keldi, kelganimizdan keyin. So'shilimiz keldi ham, ertasiga borib imtihon topshirib, unga tayyorgarlik ko'rdik, shu pravaga, testlarga tayyorgarlik ko'rdik. So'shilimiz kelishi bilan pravaga imtihon topshirib, test oldik, permit olib, o'sha vaziyatlardan o'tib, shu kunning o'zida 15 minut, 10 minutda pravani chiqarib berishdi.
Xo'p, pravani oldinglar hammanglar. Pravani oldinglar. Mana Izzatullo bilan Asrorbek bular yosh kichkina. Bular trakka harakat ham qilganinglar yo'qsizlar. Qilmaysizlar. Endi 1-2 yildan keyin o'tib chiqasizlar. Bu sizlarga yoshsizlar. Sizlar bilan gaplashmaymiz, men to'rov odam bilan gaplashamiz. Bular mana to'rovinglar ham trakka harakat ketyapti. Xudo xolasa permitlardan o'tib bo'ldinglar, pashti hammanglar o'tib bo'ldinglar. Endi xudo xolasa trak shkolaga borib, trak shkola necha pulga gaplashdingiz? Trak maktabi jackpot bo'ldi desam ham bo'ladi. O'zim ham kutmadim, bunaqa arzon narxda. Men kamida 2100 2000 tepasida narxni mo'ljalladim. 2,5 ming atrofida. Hamma to'lovlari bilan 1850 dollarga tushyapti maktabimiz. Direktorga rahmat. Direktor o'qigan maktab. Shamsiddin o'qib topib kelibdi shu maktabda. Akamiz o'qiyotgan ekan, o'sha orqali topilib qoldi akamiz orqali, yaxshi bo'ldi. Narxi ham yomon bo'ldi, zo'r bo'ldi. Если что, anaqa Shamsiddin ham yaqinda prava olib chiqib ketadi domlar. Xo'p, paka mana Izzatullo siz do'rdash ishlab turibsiz. Siz endi bo'ldi. Asrorbek ham endi mashina olasiz, xudo xolasa ertaga mashina ko'rib qo'ydik-a? Inshaalloh ko'rdi endi bir. Tekshirib ko'rib. Ertaga ko'rib turib, siz ham dastlabki qilib turasiz paka, keyin ubur ketasiz. Xo'p, sizchi siz plan qanaqa Dilmurodjon? Menda mashina oldik. Ayni paytda hozir mashina oldik. Endi ichapcha baribir bu yerda Amerikada bilasizlar, hamma mablag'ga taqaladi. Sal oyoqqa turib olgandan keyin hozir permitlarni olib, ham Sidelda ham teng o'qib ketmoqchiman, ham mashinani olib bu yerda dastavka qilib, iloji boricha eplanishlikka harakat qilib turmoqchimiz. Siz ham dastavka ham nima qilmoqchisiz? Ham trakka o'qib, trakka chiqib ketish. O'zi aslida plan trakka chiqib ketish, xudo xolasa birgalikda. Shunaqa. Yaxshi. Ro'zi keldi, bola sizni ketadi, ketgisi kelyapti degan gaplar eshitdi. Ishga chiqib ketdik, Uber Eats dastavkada ishlayapmiz. Ya, mashina oldingiz. Mana shu kelganlar ichida birinchi siz mashina oldingiz-a, 5 oylar ichida. Necha pulga oldingiz, qanaqa bo'ldi? Mashina Toyota Prius 2014 106 ming yurgan ekan mana. 5300 ga baraka qildik. Оформлениyaga ham ketdi. Оформлениyaga 552 dollar ketdi. Xo'p, 552 dollar оформлениyaga ketdi. 5300 ga mashina oldingiz. Inshuransingiz juda qimmat chiqdi sizga. Qimmat chiqdi. Keyin uni 6 oyga birdan to'ladik. 1388 dollar 6 oyga birdan to'ladik. Shunda oyiga 231 dollardan tushyapti. 231 dollardan tushdi. Agar o'rtoqlar eshitganlar bo'lsa, nimaga insurans страховка, mashinaning страховкasi juda qimmat bu yerda Amerikada, chunki ishlaydi. Agar 6 oylikni birdaniga to'lasangiz arzonroq tushadi. Agar oyma-oy to'lasangiz qimmatroq tushadi. 320-350 chiqdi oyiga. Shu bola qimmat chiqqani uchun sirazi pul bor edi. 6 oylikni bitta to'lab yubordingiz. Shunda hisobda 200 necha puldan ham tushdi? 231 dollardan tushdi oyiga. Hozirda Uber Eats'da ishlayapmiz. Uber Eats dastavkada ishlayapsiz. Sirojda nima ish qilyapsiz? Hozir men Marcos Pizzeria degan joy bor, shu Filadelfiyaga yaqin joyda. O'sha yerda dastavkasida ishlayapman. O'zlarini o'sha pizza xonasi bor, o'zlarining dastavka xizmati ham bor. O'sha yerga ishga kirganman. Mashinani arendaga oldim, o'zim sotib olmadim. O'sha mashinada hozir faqat dastavkada bo'lyapti ish hozir. Siz ham aytaylik, Mansurbek. Men ham hozircha shu traktor permitini olish arafasidaman. Hali mashina olganim yo'q. Bugun ko'rdik bo'lmadi. Mashina ko'rdik, bugun bo'lmadi. Ertaga xudo xolasa yana bitta mashina ko'rganmiz. Shuni olsak, keyin ham o'qib, ham ishlash arafasidamiz, xudo xolasa. Mansurbekni o'zi o'tkir ekan, mana ancha-muncha mashina yoqmayapti hozir. Endi yaxshiroq mashina olishga harakat qilyapmiz. Atay olganga yarasha yaxshi. Endi qarang, mashinalarning ichida, hammasining ichida sizlar ikkovinglar oilalisizlar-a, oilavisizlar, farzand tashab kelgansizlar bu yoqqa. Sabab tezroq. Sabab endi hozir oila bilan birinchi kelishga sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz kelib, hamma joyni sharoitni qilib, keyin oilani olib kelish niyatidamiz. Xudo xolasa tez oilamizni ham olib kelib olamiz. Shu xudo xolasa trakka chiqib turib keyin oilani olib kelish. Tezroq mana shu 6 oy ichida tezroq
trakka tik chiqib olib yana oilani ham olib kelib olish kerak. Bizga ham shu maslahat berganda sal nima qilgandik, lekin to'g'ri aytishgan ekan o'sha vaqtda. Boshda oilali odam bo'lsa ham o'zi kelib, oldin hamma narsani ko'rib, trakka chiqishga nima deydi? Etapini, Trakka chiqishga bo'yicha bo'lgan vaqtda orasida qiladigan ishlar bor. Masalan, o'qish kerak, masalan, testlar bor, ularni o'tib olish kerak. Bular vaqt ketadi. Oila bilan kelsa qiynalib qolish mumkin-da. Shuning uchun oldin o'zi kelib, keyin shu oilasini keyin olib kelib olsa yaxshi bo'ladi. O'ziga ham ko'p rasxod qilib olmaydi. Yaxshi. Sizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Men ham shunaqa holat. Men o'zim birinchi kelishimga sabab avvalo mablag'ga borib qoladi. Keyin oilaviy kelmoqchi bo'lsangiz, kvartira topish ancha qiyinroq ekan. Kvartira topilgan taqdirda ham kamida 2 oy, 3 oylik to'lovini oldindan to'lash kerak ekan. Unga mablag' ancha yetmay turdi. Shunga o'zim birinchi kelib, endi xudo xolasa ishlab yetarlicha mablag' qilib, ularni ham xudo chaqirib olish niyat bor. Viza hamma hujjatlari tayyor ulardi. Bu yerda bo'lsa bo'ldi. Vizani qo'yamiz, hujjatlar tayyor. Yaxshi, rahmat sizlarga. Endi mana kim aytadi, mana hozir sizlar bitta yangi kelayotgan odam uchun masalan prava olish kerak. Endi kelgan odamki prava olish kerak. Prava olishda jarayonlari haqida tushuntirib yuborsanglar, sizlarda qanaqa holat bo'ldi? Hali billar, bu yog'i nimalar? Xo'p, prava olish haqida aytib o'tsak, yangi aytaylik, viza oldingiz. Viza olganingizdan keyin to'xtating, yaqinroq olib keling. Prava olish haqida aytsak, siz viza oldingiz aytaylik, yangi o'sha green card vizasini oldingiz, biletlarni ham qo'ydingiz. Bu vaqt oralig'ida ketguningizga qadar sizda vaqt bo'ladi. Agar rus tilini yoki ingliz tilini bilsangiz, o'zini maxsus приложениесі bor, applikasiyoni bor. O'sha orqali DLga O'zbekistonda tayyorgarlik ko'rganingiz yaxshiroq. Chunki menda bitta minusim bo'ldi, shu programmani ustunovka qilib oldim, lekin tayyorgarlik ko'rgani biroz dangasizchilik bo'ldi. Men kelganda Amerikada vaqt bo'lmaydi ekan. Shuni hisobga olib turib, tayyorgarlik ko'rib, mana yerda kelib turib, testiga topshirib, sразу o'sha bundan keyingi etaplarni boshlab ketishga, adaptatsiyaga osonroq bo'lar ekan. Social security numberlar kelgandan keyin. Shunaqa bo'ldi. Ataylardan bu bolalardan so'raganimizni to'g'risini aytish kerak. Mana shu eng oxiri o'tgan bola, mana shu ikkovi bola o'tishdi mana. 4 martada o'tdinglar. 4 martada o'tishdi. Qolgan hamma 1 martada o'tdi. Bu Sirojdan bilan o'zi keldi. 1 martada o'tdi, siz 2 martada o'tdingiz, ikkinchisida o'tdingiz. Bu ikkovi oxiri 4-sida o'tishdi mana shu ikkovi bola nima qilishdi. Nimaga O'zbekistonda yaxshi tayyorlanib kelmagan, kelgandan keyin ham Amerikaning anaqasiga bu yoqqa chiqishib sal bee'tibor bo'lib qoldinglar. Yo'q. Bizda bunday holat bo'ldi. Endi bizda rus tili, ingliz tili bor-ku. Lekin kiryapmiz, boshqacha ma'noda beryapti. Masalan, so'zga sinonim qilib beryapti so'zni. Uni o'zini baribir o'ta zo'r bilmaymiz u tilda. Hamma sinonim qilib bersa, bizga qiyinchilik bo'ldi-da bu. Savollarni bilamiz, yodlab kirganmiz. Prosta u yerda yana chalkashtirib qo'yapti-da, yiqitib qo'yapti. 3 marta kirgan bo'lsam 14 tadan topib chiqdim 3 marta. 15 ta. Bitta, ikkita yetmay turaverdi, hardan. Bitta, har safar kiraman, bitta yetmaydi. Shuncha chalg'ib qolish bor. Bo'lmasam o'tish qiyin emas. Rus tilingiz bilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytilyapti permit haqida. Vazniyasi emas. Vazniyada bu yerda hamma deyarli bittada o'tdi. Bittada o'tdi. Vazniyani videolari bor, endi gruppalarga tashladik. Vazniyani oson o'rtoqlar, masalan, bitta ko'chani bitta aylanib berasizlar, pavrotlarni yo'q, chiroyli parkovka qilib bersalar o'tib ketaverasizlar-da. Albatta. Yaxshi. Yiqilganlar ham bo'ldi, endi mayli hozir aytmay qo'yaman. Yaxshi. Endi qaranglar. Rasxod haqida ham gaplashaylik-da. Rasxod. Masalan, prava olgani necha pul ketdi? Endi вообще necha pul rasxodlar haqida. Mansur siz ayting mana. Pravamizni olishga imtihon topshirayotgan paytimizda 20 dollar to'ladik. Yo, boshdan ayting. Sizlarga xullas yangi kelgan odam uchun pravaga olib borish uchun sizlarga 3 ta bil kerak bo'ladi. 3 dona bil kerak bo'ladi. Bil degani sizning nomingizga, uyingizga xat kelishi kerak. Xat kerak bo'lar ekan. Birinchisini mana bankdan olganmiz birinchi xatimizni, ikkinchi xatimizni Amazondan narsa zakaz qilib olganmiz. Uchinchi xatni bizga Anvar aka degan bitta akamiz bor, o'sha yordam bergan, bitta xat jo'natib,
Shu 3 ta xat bilan keyin biz permitni olishga, imtihon topshirishga. Medkamissiyaga bordinglar sizlar. Ha, undan keyin biz medkomissiyaga bordik. Medkomissiyadan $65 pul to'ladik. $60 to'ladinglar. Ha, $60 pul to'ladinglar. Birinchi rasxotinglar $60 bo'ldi har bitta kishiga. Keyin bil kerak bo'ldi. Bilda endi bilni aytmay qo'yamiz. Bilni epladik, короче. Amazondan undan tanishmishlardan qildik. 3 ta bil medkomissiya tayyorlab turib biz socialni kutdik. Social kelishiga ungacha social kelguncha tayyorlanib turdik. Social kelishi bilan permit testiga bordik. So'zlarimiz oldi, hamma yo'qni. Testiga bordinglar, Sirojdan borib turib testdan o'tdinglar. Necha pul to'ladinglar achetda? $27,5 to'lov qildik. Bo'ldi, boshqa hech qanday bo'lgani yo'q. O'tganingizdan keyin oldimmi? Ha, u ham qachon o'tsiz keyin to'lov qilasiz ekan. Agar mabodo testdan o'tolmay yiqiladigan bo'lsangiz, pul to'lamaysiz ekan. Ertasiga kel deydi ekan, ertaga kel deydi ekan, ertasiga borib yana topshirsangiz bo'laverar ekan testini. Keyin o'tganingizdan keyin $27,5 to'lov bor ekan, bo'ldi. Permit olgandan keyin sizga vajinasiga kun qo'yib berar ekan. O'sha kunda borib, mashina uchun min berishingiz kerak ekan. Muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin bo'ldi. Ashadda o'zida 10 minut, 15 minutda birpasda parvani tayyorlab berar ekan, unga pul olmaydi ekan. Общий расход $87,5. Shunaqa bo'lyapti. $100 ham bo'lmayapti-da. Atay unda o'zingizni mashinangiz bo'lsa, imtihonga balki masalan tanish bilishingiz bo'lmasa, o'sha pulga o'tasiz, mashinani kimdandir arendaga olib o'tasiz. Ro'zgilda endi trakt permitiga necha pul to'ladinglar? Siz ko'proq to'ladingmi? Permitiga birinchi topshirayotganimda 4850 so'm to'ladim. Ha. Bo'ldi, keyin to'lab qo'yganimda. Oilalarda hech kim permitni boshqatdan olmadimi? Pul hali 3 martadan yiqilib turib kelingizdan? Ha, agar 3 marta yiqilsangiz yana boshqatdan yana $48 to'lashingiz kerak. Men bir marta yiqildim. Yo'q, hali bitta nimadan, bitta savoldan 3 marta yiqilsangiz. Bo'lmadi hech kiminglarda? Hech kim. U bittasiga $15 to'lar ekansiz. Bittasiga $15. Shunaqa deb aytishganda, o'zi keldiga keyin to'lov qildirmadi degan. Topshirib o'tganda to'lov so'ramadi, pul so'ramadi. Ya'ni bu yerda traktni o'sha o'qilayotganda permitini olish uchun 3 bosqichda imtihon bo'lar ekan. Birinchi o'rinda combination, airbrake va general knowledge. O'zini har bitta bosqichida alohida testlari bo'lar ekan. O'sha testlariga hammamiz bir kundan tayyorgarlik ko'rib, o'sha o'tiryapti. Mana permitini olib olishdi, mana Sirojniki, Ro'zigelda. Endi biz jarayonda ketyapmiz, xudo xolasa. Bittasi general knowledge qoldi. O'shanaqa etaplardan o'tib, undan keyin trakt shkolaga borishga yo'l ochilar ekan, permit olgandan keyin. Vaholanki u trakt shkolada o'qidi, boshqa qildi, shu bilan sedilni olib, keyin traktga chiqib ketish imkoniyatlari bo'lar ekan. Yaxshi. Zatilo o'zi yaxshimisiz? Yaxshi ekan. Zatilo ham do'rdash qilyapti. Nimalarni gapiraylik endi? O'rtoqlar, bezmontaj ketadi bugungi videomiz. Yangi yutganlarga bitta maslahat beraylik. Yangi yutganlarda hozir vaqti bor-da ularda, chaqirguncha ancha vaqti bo'ladi. U yutgandan keyin misol hozir may oyida yutdi deylik. Uni to chaqirguncha ancha vaqti yetarlicha ingliz tilini o'rganganda yetarlicha vaqti bo'ladi-da. Hali beri baribir chaqirmaydi bu yangi yutganlarni suhbatga. Shu vaqt oralig'ida iloji boricha til o'rganish kerak ekan. Ingliz tilini mayli to'liq bilmasa ham, to'liq zo'r ravon gapira olmasa ham yetarlicha o'zini fikrini bildira oladigan darajada o'rganib kelsa, bu yerga kelgandan keyin qiynalmaydi ekan. Agar til bilmay keladigan bo'lsa, ishlari ketish jarayoni sekinlashar ekan, o'zi qiynalar ekan. Qancha til bilsa, shuncha ishi bitar ekan, o'zi qiynalmaydi ekan. Uy-joy topishda, ish topishda, yashashda, ko'chada, kuyda, hammasida qiynalmaydi ekan. Ishlar oson bitar ekan. Shu yangi yutganlar hozirdan maslahat berardik, hozirdan boshlasin til o'rganishda. Mayli mukammal o'rganmasin, hech bo'lmasa o'zini fikrini bildira oladigan darajada bo'lsa ham qiynalmaydi kelgandan keyin. Men hozir yangi qonun qabul qilgan Trampimizdan trakka chiqmoqchi bo'lsangiz ham agar ingliz tilini bilsangiz chiqa olasiz. Endi bu yog'iga. Bu yog'i jo'sh. Yangi qonun chiqaradi. Bilmasangiz o'sha trakka chiqishingiz ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun обязательно vaqtingiz borida ingliz tilini o'rganib, keyin kelsangiz yaxshi bo'lar ekan Amerikaga. Yo'q.
Rahmat sizlarga o'rtoqlar, qimmatli vaqtingizni ayamaganinglar uchun. Endi mana sizlarni hammanglarni zemlanglar so'raydi, yuribadi. Sizlar chatga kam kelyapsizlar, chunki o'zinglar bilan o'zinglar hozir adaptatsiya. Tayyorgarlik jarayoniga ketyapti. Kimlardir uyga ketaman degan planlar bor, kimlardadir. Hamma bir-biriga qarab qo'yapti. Boshida shunaqa bo'ladi, uyga ketinglar kelib qoladi. Hali ozgina yana ham bu bolalar hammasi pul bilan keldinglar. Pulinglar tugamadi, hali pul tugasa uyga ketinglar kelib qolish boshlanadi. Yaxshi, oldiga yetarlicha pul olib kelgani ham yaxshi ekan. Chunki ishga chiqib, o'zi mustaqil ravishda pul topguncha vaqt yetib qolar ekanda. Shunga bir oldiga iloji bo'lsa, yetarlicha o'ziga yarasha pul bilan kelsa yaxshi ekan. Arenda minmas ekanda. Arenda minyapti. Arenda o'rtoqlar ko'pchilik gapiradi. Mana arendaga 250 so'mdan minishcha qimmatli qiladi o'zi asli. Endi pul yo'q bo'lsa iloji arenda menga iloji miniladi. Ya, arenda ham yomon emas ekan. Misol qoplayverar ekan. 250 ham misol 2 kunda topsangiz ham 5 kunligingiz o'zingizga qoladi. Misol hozir mashinangiz yo'q bo'lib o'tirgandan ko'ra kim beradi hozir misol uchun ko'chaga chiqsangiz ash pulni. Undan shu arendaga bo'lsa ham harakat qilib ishlab turganingiz yaxshi ekan. Tegib ketyapti omonmi? Yaxshi. Nima demoqchi edim? Anavi gapim qolib ketdi. Masalan, siz Xorazmdan desam, deyishyordi. Siz salom, tabrik aytib o'rasizda xorazmliklarga masalan. Bizni meni ko'rib turgan Xorazmda, Xiva shahridagi tanish bilishlarga salomimni yo'llayman. Endi agar meni ko'rib turgan xorazmliklar bo'lsa, Amerikadagi o'zbeklar kanali bor. Green Card yutgan odamlar bo'lsa, agar shu firmaga murojaat qilishi mumkin. Ishonchli. Meni ham shu firmada hamma dokumentlarimni shu firmada qilganman. Xudo xolasa shu firmada shu dokumentlaringiz qilsa, ish qiynalmasdan nimalarga kirib, suhbatlarga kirib o'tib olishingiz osonroq bo'ladi. Rahmat, mana Xorazm, Sirojingiz Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepalarga so'rashyapsiz. Yana bitta bola yutyapti bugun. Qo'rg'ontepadan bitta bola. Endi ona o'zi keldi, Nabijonning vatanidan, Denovdanmi deysiz? Surxondaryo Angor tumani. Termizga yaqin hozir. Termizdansa, Termizdagilarga salom aytib berasiz endi. Videomizni ham tugatamiz, mana shunaqa salom aytib qo'ygan bola anjarliklar bo'lar. Anjarliklarga salom yog'i. O'rtoqlar, hammaga omad. Mana Devi 2026 natijalar e'lon qilindi. Mana bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana dokument ishlarida ko'ryapsizlar, hammamiz birgalikda keldik. Bundan keyingi bosqichlar, boshqalar haqida ham yoritib boramiz. Mana hozirgi yutganlarga ham mana shu kunlar nasib qilsin deb qolamiz. Vizalarni eson-omon olib, Amerikadagi adaptatsiya jarayonlarini boshlab olishdik. Barcha yurtdoshlarga nasib qilsin. Hammaga omad tilaymiz yurtdoshlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Hammaga omad. Rahmat.